Алло. Bugungi bizani yulduzli mehmonlarimiz Shohjahon Jo'rayev va Diyor guruhi. Hozirgina qon topshirganlar uchun bir brasletlarni topshirishadi va shuningdek moddiy xayriyalarga oppoq brasletlarni taqib qo'yishadi. Bizani fotografimiz ham qon topshirdi. Bugun shunaqa bir yaxshi kunda ko'rishdik. Xayriya. Menimcha bu qon topshirish, yordam berish, ayniqsa yosh bolalarga yordam berish har bitta insonning burchi deb bilaman. Bunda endi avvalo shuni boshlagan Sayyohlarga juda katta rahmatlar aytamiz, minnatdormiz. Shunchalik xalqimizni shu yerda chorlab turibdi ekan. Nafaqat qo'shiqchilar, aktyorlar, balki mana bu to'pimiz xalq, oddiy xalq ham kelib qon topshiryapti. Bundan faqatgina xursand bo'lishimiz kerak. An'anaga muvofiq bo'lmasam adingizni yoqtirgan shularniki. hozir 6 minutli yaxshilik bo'ladi. Oxirgi marta 2 yil bo'lib televizion ko'rdingiz. Silliqqina yiloldan ko'ra kel qo'ynimga layzali jayra ochiq oydi jonimni so'rab jayra jayra so'rayla silliqqina yiloldan ko'ra kel qo'ynimga layzali jayra ochiq oydi jonimni so'rab jayra ko'ksimda yayra. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Ana endi yosh bir guruh bor ekan shu yerda, Diyor degan guruh, ha? Diyor guruhi nima deydi va jonli ijro qilib beradimikin? Конечно. Bo'ladi. Shu xayriya jamoa fondiga biz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuni ulug' joyga to'plaganlarga Aytgin yorim xayoling kimda beparvosan nega sen menga Yo'q, yo'q jonim, hayolim senda. Sen yorim, yuragim senda. ko'zlarga boqib yorim kel sevgim ko'rasan yuragimni tingla jonim kel dardim bilasan ko'zlarga boqib yorim kel sevgim ko'rasan yuragimni tingla jonim kel dardim bilasan. Rahmat. Xo'sh, aziz do'stlar, shuni unutmangki, har bir qon topshirish bu bir insonni umrini uzaytirish va saqlab qolish deganga. O'sha uchun himmatimizni, o'zimizni bir yaxshiligimizni insonlardan darig' tutmaylik. Qo'ldan kelgancha yordam bersa, menimcha bunisiga a'lo nur bo'ladi. Hammaga omad, sog' bo'ling. Sayratqul. Nihoyat 1 yil 1 oy deganda faxrli inson bo'ldim. Zo'rg'a olib keldik. Ziqnaligidan. Voy. Chaqir desam chaqirmaganidan. Yalinib olib keldik. Men yalindim o'zim. Baring keting. Rahmat, shoh gaplashamiz. Davaychi. Voy, men bu pompaloq qizni bilaman-ku. Axir bu mumtoz. O'g'ilga. Farqi yo'q. Qancha berasiz qizni? Люди
Assalomu alaykum. Aziz. Bugun